Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon so'raganlar uchun mana arzon tigrovkalardan tak metrga hozir ketyapti 6000 so'mdan narxi. 6000 so'mdan. Tak yana bor ekan akamizda aytayapti, mana ochrog'i bor deyapti. Bundan hozir bu partiyamizdan qolmabdi ekan, bu partiyadan qolmabdi. 6000 so'mdan. Bundan bor. Qaysi bo'ya tigrovka? Ha, mashinaga yuklab qo'ydim mana. Bu tigrovkadan tagida. Tagida mana bundan bor. Ko'rinyaptimi? Tiniq bo'lib. Shundan bor ekan hozir 6000 so'mdan ketdi hozir. Endi bu tigir bilan bu ochrog'iniga 10000 so'mdan deyapti. Abbochim bunda deyapti, material sal boshqacharoq deyapti, sal qimmatroq kelgan ekan bu. Shuni hisobiga shunday ekan. Akamiz o'zining nomerlarini qoldirib ketamiz. Mana tigir nomerlar, tigirlari. Bu rasvetka nechta rulon bor, Umorbek? 25 tacha. Rulonda. Bundancha hozir mana bu. 15 tacha. 15 ta rulon qolgan, ha. Bundan hozir faqat mana shuni o'zimi yo bundan narxlarichi? Bular ham ketadi. Bular hozir ketadi, hozir partiyaga. Bo'ldi. Bitta faqat hozir bu bilan buni-da. Ikkita ekan mana, ikkalasi bu bilan bu rulonlar hozir 10000 so'mdan metrga beraveraman deyapti. Xalq maza qilsin deyashyapti. Ekrandan nomerlarga bemalol telefon qo'yasizlar, bosingizlar.